Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo o'lay, yo o'lay. Artist, ana artist. Petrushkami kim edi? Rayhonman. Rayhon, sizni rosa yaxshi ko'ramiz, oilaviy muxlisingizmiz. Birga uchamiz ekanda, ha? Ha, shunaqa. O'tda ko'rishamiz, o'ting biz tomonga ya. Rayhon, men sevaman. O'chini eri bor. Qani? Ha? Mana. Qani? Mana. Asalcha. Rostomizku. Asta sezdirdim. Yana bitta qara, Bitta qara. O'zi. Sen nima qilyapsan? Hammang kelma endi, hammang kelma. Onasini ham sen. Rasmga tushaylik, selfie qilamiz. Sovqatmayapsizmi? Men sevaman, o'ylaygar sevaman bor. Churi. Yeri bor, mol. Yo ichma napitkasini nima ichyapsan? Kechirash. Shalom. Aka, nima qilyapsiz? Ramashkamidi kim edingiz? Rayhonman. Rayhon, bitta savolimiz bor agar malol kelmasa. Rosa qiziqamiz. Ani qizil ko'ylagim meniki emas degansiz. O'sha ko'ylak kimniki? Innamniki. Inangiznikimi? Inasiniki-ku. Men aytdim, katta u ko'ylakda. Amma rasmi shunaqa ko'ranish kim ekan? Rayhon-ku, menga yoqmaydi. Gruppadagilar, men O'zbekiston havo yo'llarida biznesda Rayhon bilan uchaman. Ovqatlarni qaranglar, ovqatlari вообще zo'r ekan, вкусно. Rayhon jo'ra bitta bularga qalaysizlar devor. Aka, to'g'risi jonimga tegdi. Tinch qo'yinglar mana. Kibir ekan-ku bu. Hurmatli yo'lovchilar, o'z joyingizga o'tirib olinglar. Bo'pti, kabach kim edi isming? Rayhonman. Rayhon. Vino ichasanmi yo'qmi? Yo'q. İçmeseyim bizga olib ber, bizni limit tugadi, orqada ichamiz. Davay. Men sevaman. Sevma shuni, nimasini